Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlari kanaliga hoş geldiniz. Kanalımızda Qaynam örkişi, Çalı tekkan oq, Manas daryosidan qaytish, Anjambay, Sarson ruh, Qanliq iz, Qanliq edir qatorliq tarixiy romanlar va Sabit Damolamning qisqacha tarjimali Xo'janiya Sajining ish faoliyatlari qatorliq asarlari bor. Asarlarimizni yoqtirib anglashingizni qarshi olamiz. Do'stlaringizga va boshqa to'plarga tavsiya qilib qo'yishingizni umid qilamiz. Rahmat. Әмді аңлайдығыныңла. Qashqar Uyg'ur nashriyoti 2003-yili 11-oyda birinchi qitim nashr qilgan tarixiy roman Qanliq edir. Avtori Muhammad Osman. 8-bob. Yurtiga safar. Kunlar, haftalar o'tib, hash-pash degucha 9-oy kirib qoldi. Rayhon to'xti bilan kunda degudek ko'rishib turardi. Rayhon doim saboqdoshlarining uylariga berib turadigan bo'lg'achqa, Әмділа 16 yaşqa qadam qo'ygan iffetli qizdan hech kimmo gumonlanib yurmaydi. Shu sababdan mikin oilasidagilarmo mengish turishlarga chek qo'ymaydi. Rayhonning yordami natijasida Zaynabxon oilasining hol kuni xili yaxshilanib qoldi. To'xti yosh bo'lg'achqa salomatligi tezla asliga keldi. Әмді yeti versa bo'lmaydi. Ishlashi yoki bo'lmasa kichik oxunni tepishi kerak edi. U nurg'un o'ylanishlardan keyin yurtiga berib xo'jayini bilan xo'shlashib, otishqa berish qaroriga keldi-yu, yakandin to'g'risi Rayhondan qandoq ayrilishga ko'zi qiymay, ikki tayin bo'lib qoldi. Rayhondan ayrilmayman, birga yashayman deydigan, yakanda makonlishi kerak edi. Bu arzuga yetish uchun kichik oxun aytgandek tinch, xotirjam yashashga imkon beradigan izlishdan xoli, hamma odam barobar, adolatlik dunyo quchoq etishi kerak. Kichik oxunning so'zi bilan aytganda, bundaq dunyo kurashsiz yoritilmaydi. Bosh ketishdan qo'rqmay kurash qilgandala, kishilik erkinligi qo'lga keladi. Yuqorqilarni o'ylagan to'xti darhol yo'lga chiqib, yurtidagilar bilan ko'rishish, andin otishqa kichik oxunni izlab berish qaroriga keldi. To'xti bu o'ylarini Savurga aytib maslahatlashish uchun muvofiq payt kutib turganda, unig'anga yunig'andek Savur bugun ma'lum sabab tufaylidan ishga chiqmadi. To'xti Savurni uyga chaqirib, o'ylaganlarini aytdi. Andin yurtqa qaytmoqchi bo'layotganligi to'g'risida maslahat soldi. Savurning qalbidami otasining intiqomi yelinjab turg'achqa, To'xtining maslahati yog'dek yoqdi. "Menmo sen bilan birga baray. Kichik oxun bilan tanishtirgin", dedi u. "Sen nima bo'lsang, menmi shu. Lekin Rayhon Gulga aytib maslahatini anglab baqsaqmikin deyman." Savurning gapi uzilgicha bir qo'lyog'liq shaptulni ko'tarib, Rayhon kirib keldi. Agash turib olgan 12 yoshlar atrofidagi bir o'g'il bola maydasiga taqab aran ko'targan yo'g'on beshak shirinni yerga qo'yay deb turganda, to'xti berib qo'lidan oldi. Bu bola baqqalning o'g'li bo'lib, qo'g'inni akilishib beribla qaytib ketdi. Zaynabxon ana Rayhonning qo'lidagi shaptulni elib, uyga boshladi. Hammaylar ko'rpadan o'rin elishib, hol ahvol so'rashib bo'lgandan keyin Rayhon ig'iz ochdi. "To'xtika, mijozingiz yo'qmi nima? Qop ko'rinsizg'u?" "Yaxshi turibman, biroq davomliq mushundoq yuraversam bo'lmasmikin?" Rayhon yana so'radi. "Nima qilay deysiz? Yurtga berib kelaymikin deb o'ylayapman." "Shuncha zo'rurmidi?" "Ha, nima vajidan? Qarzim bor edi. Undaq bo'lsa, Savurkamdan avatib berayli." "Bo'lmaydi. U ilm berim qarz emas, odamgarchilik qarzi." "Kim edi u?" "Xo'jayinim ham o'qituvchim. 10 yoshimdan boshlab tuz taom berib cho'ng qilganning ustiga o'qitib dilimga ilm soldi. O'z bolalari qatorida ko'rib ishondi. Endi uni tashlavatsam, shafoatchimning yuziga put qo'ygandek bo'lmamdiman. Xo'jayin menga doim kishining izzati rostchilik, odamgarchilik bilan oshidi. Yuzi til sababidan, ya'ni yolg'onchilik, kazzoblik tufayli to'kiladi", deydi. "Buni o'ylaganda uning bilan xo'shishib kelmasam bo'lmaydi. Yana bir akimizga va'da bergan." To'xtining fazilati
Rayhonga cho'nqur ta'sir qildi. Ko'nglida nima degan vijdonli yigit bu? U rost aytidi. Odam rostchil, samimiy bo'lishi kerak. Mana mushundaq odamga qul bo'lsam-mu arziydi. Uni chin ko'nglimdan qo'llayman, lekin yolg'iz yo'lga chiqmasin deganlarni o'yladi-da aytdi. Yaxshi o'ylabsiz. Odam degan rostchil, lavzida turadigan bo'lishi kerak. Xo'jayiniga yana birsiga va'da bergan ekansiz, albatta bering. Ammo ikki shart bor. Qanidang? Birinchidan, menga va'da bering. Ikkinchidan, Savrkam birga borsin. Qandaq va'da talab qilmoqchisiz? Cho'qim qaytib kelasiz. Menga menga mungdash va qo'g'dug'uchi bo'lasiz. Sizdan hozircha oladigan va'dam shu vaqtda bo'ladi. Rayhonning chiroyi birdanla g'amkinlashdi. Ko'zlariga g'ilildab yosh keldi. Ko'ngliga mangu ko'risholmaydigandek, bugungi visol damlari yaqin kelgusida hasratlik aslimiga aylandigandek vahima hukmron edi. Shundaqdimi, to'xti va'da bersila lafziga ishinatdi. Bo'pti, va'da beray. Sizningmi haddisiz yaxshiliklaringiz bor. Javob qaytarmasam qora yuz bo'lishim meniq. Siz hayotimni qutqizdingiz. Shunga mangu qo'g'dug'ichingiz, xizmatkoringiz bo'lsam arziydi. Lekin mushu fursatga erishish uchun ko'p tirishchanlik ko'rsatishga to'g'ri keladi. Bak obdan gap bo'ldi. Sizga ishinaman. Amsa nimishqa yig'laysiz? Xushallikdan hayajonlanib yig'layapman shu. Rayhon yog'liqi bilan yoshlarini surtib etib, zo'rlab kulimsirdi. Kulga yugurgan chiroydagi yosh qalduqlari go'yo shafaqda tavlangan gul bargidagi shabnamdek jilvalanib, sirg'ig'inicha etkiga tushyotdi. Savrning ko'ngli buzildimi yoki Rayhonning ko'z yoshlariga taqat qilolmadimi va yoki ikkisi gap so'zlarini qo'rinmay qilishib olsin dedimi, aytavur o'rindan turib taloga chiqib ketdi. Shu tapda to'xtining azoblariga gap sig'maydi. Ko'zlaridan yosh agib Rayhonga tasalli bermoqchi bo'ladi-yu, gap qilolmaydi. Oxir zo'riqib o'zini tutilib aytdi. Xotirjam bo'ling, xonim. Siz bunchalik ko'ngil bo'layotgan yerda men jazman qaytib kelaman. Savrning billa berishig'imi qo'shilaman. Amdig'u bo'lgandi? Albatta bo'ldi. Sizga ishinaman. Jazman qaytib kelishingizga ishinaman. Lekin nimishqidir ko'nglim yerim. Bir qismila bo'lib turyapman. Abidi ko'rshalmaydigandek xotirjamsizlanyapman. Gapmo ig'izdan, jonmo ig'izdan chiqadi. Jazman kelaman. Lavzda turmaslik o'g'il bolaning ishi emas. Lekin qachon keldiganligimni bilmayman. Bu kelmayman degan bilan o'xshash gap bo'ldi. Nech 10 yildan keyin xotin bolalaringizni agashtirib kelsangiz, yanala kelgan bo'lasiz. U chaqda qani o'zingiz deb beqinga, nima qilg'iliq? Yo'q, mening gapimda hargiz undaq ma'no chiqmaydi. Iloji bor tezroq kelishga tirishiman. Bo'pti bering. Men qaytib darhol tayyorlik qilishga kirishay. Bunimi deb qo'yay. Agar kechikib qolsangiz, o'zim borman-jimi? To'xti Rayhonni talog'icha billa chiqib uzitib qo'ymoqchi bo'lgan edi. Rayhon, bo'ldi, sizlar chiqmanglar, deb ro'molning qayrilgan tarafini oldiga tashlaganicha chiqib ketdi. Ammo uydan chiqqanda kulgandek qilgan bilan eshikdan chiqishig'ila kalkundek yiqishga boshlagan ko'z yoshlarini har qancha qilibmi to'xtatolmadi. Rayhon uyiga qaytib borganda g'o'lida o'tin keslayotgan Rustamdan boshqa hech kim ko'rinmaydi. Shunga yig'ilgan peti hujrasiga kirib uxlab qoldi. Zumrat xonimning "Rayhongul" deb chaqirgan ovozi quloqiga kirganda kech peshin bo'lgan edi. U yuzini yuvib etib, onasining qishiga chiqdi. Ana shunda qarabla uning oydek jamolining kundan kunga o'zgarib, solashqan yaproqdek bo'lib qolganini ko'rdi. Gachi qizning tilini onasi biladi degandek, Rayhonning ruhiy holatidagi o'zgarishlarni Zumrat xonim o'z vaqtida sezib ulgurgan edi. Nech oy mobaynida Rayhonning mijozi o'zgarib, kamso'z, ig'ir besiq, gap so'z qolmaydigan, ko'pincha hollarda hujrasidan chiqmay kun-kunlab yolg'iz o'ltiradigan bo'lib qilyotdi. Musofir yigitning gapi chiqsala, savoblik to'g'risida kitob so'zlaridan naql keltirib, yordam qilishni o'tinatdi. Amdi u yigitni
zindondan ozod qilib o'tish bilan bir kunmi uyda o'ltirmaydigan, saboqdoshlarini to'la yo'qlaydigan bo'lib oldi. Uning bu qiliqlari ishni kardangdan so'rang, unni badangdan degandek Zumrat xonimning diqqatini qo'zg'ab qo'yotdi. Muhabbat tarixini yurak beg'ishidan bog'lab, yigit tomon so'rab yurganligi aniga ayon edi. Baya qizi hovliga kirib kelganda, yuz ko'zlaridagi yosh qalduqlarini ko'rib, o'zini daldiga olgan edi. Zumrat xonim qizining sarguzashtlariga xafa bo'lmadi. Chunki normal yetilgan inson bolasi bu bosqichni besib o'tmay mumkin emasligini biladi. To'xtini garchi ko'rmagan bo'lsa-mu, Hafiz Beg'din hikoyalarini necha navbat anglagan. Texi bir navbat to'xtiga shundoq avsum kelidiki, gohida uni mening o'g'lim bo'lib qolgan bo'lsa-chu deb qolaman degini quliqidan ketmaydi. Shuningdan tartib to'xtining simasini xiyolan ko'z oldiga keltirib, eng qamlashgan batur, tengdoshsiz palvonlarga o'xshatdi. Rayhonning to'xtiga ko'yinishni hargiz ayblamasdan, imkoniyat topsa yordam bergusi, Hafizbek unisa kuyovul qilib olg'isi keladi. Hozir Rayhonni chaqirishning sababi o'ttirdagi pardani qayirib qo'yib, sirdishish uchun edi. Rayhon kirganda Zumrat xonim uning uyuqliq kiyimlarini qatlayotdi. Uyqunga qandingmi? Ana kulib turib chaqchaq aralash so'radi. Beshim og'riyotdi, dedi Rayhon javob berib, ondan katning to'pisiga chiqib, onasining yonida o'ltirdi. Qizim, o'zingni qiynama, muhabbatni bilaman. Xijil bo'lmay serani et. Yo'shirishning hojati yo'q. Ko'ngil shundoq narsaki, u boy kambag'al, sat chiroyli deb ayirmaydi. O'z muddasiga yetishda hech nimaga beqinmaydi. O'ttirdagi sirni faqat oshiq ma'shuqlarning ko'zila oshkorlaydi. Mana bu muhabbat deyiladi. Sizib turyapman. Sen bir sumruqni tanlading, ammo yo'shiryapsan. Ko'zlaringdan chiqib turyapti. Qandaq gaping bo'lsa ochqini degin. Meningcha sen pul mol, boyliqni emas, haqiqiy sevgini ko'zlading. Men qo'llab-quvvatlayman, ham yordam beraman. Onasining bu qadar mehribonligi ham yumshoq ko'ngilligidan dili erigan Rayhon ana deginicha Zumrat xonimning bag'riga o'zini otdi. Hayajon yoshlarini saldak oqtirib, yuzini ko'krigiga yoqdi. Bo'ldi qil qizim, bo'ldi qil, dedi Zumrat xonim. Muhabbat malomati tushmaydigan odam yo'q. G'am qilma, men yordam beraman. Zumrat xonim bazligancha Rayhon haqiqat yig'isini tasda to'xtatgandan keyin rost aytdingiz ana, bu bir savdo ekan. O'zimmi bilmayman. Uni ko'rmasam taqat qila olmaydigan darajaga yetdim. To'xti yurtga qaytmoqchi, debla yana yig'lab tashladi. Sen nim demoqchi? So'radi Zumrat xonim. Uning berishiga qo'shilmay ilojim bo'lmadi. U hozir na turyotdi? Tuqqanning uyida. Tuqqanlarni menga tunishtirib qo'y. Ma'qul. Sen qanday qilmoqchi bo'lyapsan? U bir tuqqani savur bilan yo'lga chiqmoqchi. Berib kelishiga biror oycha ketar. Bu jarayonda savurning oilasi mo qiynalib qolishi mumkin. Ikkisini safar xarajati uchun yordam bersak bo'ladi. Meni hech nimani uqmaydi demsan? Zumrat xonim Rayhonning bosh ko'zini cho'nqur onaliq mehri bilan siladi. Rayhon o'tkinchi yomg'irdan keyingi quyoshda kulib, Zumrat xonimni texmo ching quchoqladi. Bo'ldi qo'yivat, dedi Zumrat xonim Rayhonning qo'lini ittirib o'tib, ondan uyga kirib ketib, ko'zni yumib ochqicha oraliqda bir hamyanni ilib chiqib, Rayhonga tangladi. Buni u yigitga opirib bergin. Ikkisi qancha xarajat qilsa yetib oshidi. Ha, to'xta. Bu 4 shoyni yarmoqni Savr degan yigitning oilasidagilarga bergin. O'g'li kelguncha xarajat qilsin. Amdig'i bo'lgandi? Bo'ldi. O'ylaganimdan nechasi ortiq bo'ldi. Rayhon etilib berib onasining ittarginiga unumay nechini so'yvatdi. Zumrat xonim yana bir ish ustida uchirib berdi. Atang hajga borman deb yuridi. Qaraganda sulaxona ishidan rayi yong'anday qiladi. Keyingi ishlar atang xayrlik hajdan kelganda bir gap bo'lar. Rayhon onasi yetkizgan uchurning keyingi ishlariga tegadigan
foydasini mo'ljarlab ulgurdi. Bak obdan bo'pti ana. Atam burunroq shundoq qilishi lozim edi. Ajiga berib kelsimi, baglik mansibi qechib ketmaydi. U chaqda hurmati tixim oshidi. Bizgimi yaxshi? Men darhol to'xtiga bu pullarni olib beraymikin? Ma'qul, tez berib kel. Kech bo'lib ketmasin. Zumrad xonim Rayhon bilan hovliga billa chiqdi. Rayhon shunchalik xushal ediki, to'xti bu pullarni iditliq sarf etsa, xili bir mezgil iqtisodiy qiyinchilik tortmaydi. Savurning oilasimi 4 sho'yna yarmoqni xamirturuch qilib, turmushini qamdab ketadi. Rayhon Zaynabxon onaning uyiga borganda, to'xti bilan Savur ishik oldidagi yog'ochning ustida o'ltirib, birer ish ustida maslahatlashayotgandek qiladi. Zaynabxon ana kechlik tamoqqa ko'ktat to'g'rayotdi. Rayhonning qandaqdir zo'rur ish bilan kelganligini ta'minlagan yigitlar darhol o'rnidan turib oldiga bordi. Ikkisining chiroylaridagi jiddiylikni ko'rgan Rayhon, "Hech ish yo'q, qani uyga kirayli" deb to'xti bilan Savrni oldida minishga undadi. Ammo uy egalari taklifni qabul qilmay, Rayhon oldida mandi va chaqirdi. "Zaynabxon acha!" Zaynabxon ana qilayotgan ishini qo'yib uyga kirdi. Rayhon qo'lidagi yog'liqni yishib, 4 sho'yna yarmoqni tangladi. "Buni onam sizlarga avatdi. Rahmat xonim, rahmat", dedi Zaynabxon ana ikki qo'llab elib. "Bu yaxshiliklarni qandoqmi qaytaramiz? Bizdan yanmasa Xudoyimdan yana." Rayhon hamyonni to'xtiga tangladi. "Buningda 30 sar kumush bor. Bunimi onam avatdi. Ikkinglarning safar xarajatiga yetadi." Necha kundan buyon onasidan va otasidan ehtiyot qilib kelayotgan Rayhonning bugun birdilla onam avatdi deb xili jiq pulni ko'tarib kelishi uchaylanni hayron qoldirdi. "Onam avatdi?" so'radi to'xti. "Hayron qilyapsiz? Qandoqcha amdi? Qo'rqmang, hech ish yo'q. Onam bak yaxshi ayol. Men yo'shirib yurgan bilan u hammani bilib bo'pti. U menga hech vaqasi yo'q. Balasining besiyotgan qadamini ona bilmasa qandoq bo'ladi? Sen o'tmoqchi bo'lgan kechikdan o'tmaydigan inson yo'q. Buni ayiblash hojatsiz. Buningdan ko'ra yordam bergan yaxshi", dedi. "Bu pullarni avatdi. Bigin bilib qolsiz-chu?" "Bilmaydi. Anglashimcha atam hajga borgudek. Muddatdan bir qancha oy burun minishga taraddud qilyotgandekmish. Bilib qolsimi nima qila olaydi? Amdi gap sizlarda qoldi. Tezroq yo'lga chiqib, qancha baldur kelsanglar shuncha yaxshi. Xushalliq esangirtib, rahmat aytishnimi unutibdiman. Rahmat xonim." To'xti gapni oxirlashtirib bo'lg'icha Rayhon bo'livatdi. "Amdi meni xonim degich bo'lmang. Rayhon davring, bo'lmasa ranjib qolaman." Qiz lavlarini yemirib, yiqimliq kuldi. "Ma'qul, siz ranjiydigan ishni ikkinchi qilmayman. Gapimga ishonarsiz? Amdi bo'ldi. Zumrad xonimga rahmat. Ota-onam bo'lsa-mu bunchalik qilolmaydi. Qilgan yaxshiligini bu dunyo unutmayman." To'xti ko'zlariga yosh oldi. "Boshqasini qo'yib, meni ala unutmasangiz kifoya. Hargiz unutumdigan." Hammaylar tangla kulishdi. Ondan o'rinlaridan turib taloga chiqishdi. Quyosh pastlab namoz asr bo'lgan edi. "Ha, rost, bilib qolay. Safar qachon?" Rayhon to'xtidan so'radi. "Tayyorlik bitdi. Ata bosh to'xida yo'lga chiqsaqmikin? Yana bir gap bor edi. Qanidang, sizga taalluq gap edi." Ikkisi o'zra aytib uyga mandi. To'xti eshikni yopib qo'yib, Rayhonning ko'zlariga tikildi. "Nima gap edi?" Rayhon to'xtining ko'ziga tashnalik iligida tikildi. Garchi u kulib tursimu, ko'z yoshlari go'yo oftobliq osmondan tushayotgan yomg'irdak tomchilmoqda edi. Qiz shu holatda birdam qarab turgandan keyin o'zini to'xtining quchqiga etib, ching yopishqinicha o'ksib yig'ladi. To'xtimi qizni bag'riga bosdi. Qaysar yigitligiga moslashmagan holda ko'z yoshlari qizning bosh ko'ziga sirg'ishqa boshladi. "Ko'nglingizni yerim qilmang", dedi to'xti Rayhonga tasalli berib. Ondan olmaning yartisdak iniki ostiga barmoqlarini tekkizib, yuqori ko'tarib o'ziga qaratdi.
Reyhanning jon berish oldidagi Ahu'ninkidek ko'zlari go'yo panohlik tilayotgandek mo'ldirlab turadi. To'xti bo'ynini ehtiyotchan sayyohdek asta egib, erlik jasorat temib turgan lablarini qizilgul bargisimon nozik lablar ustiga qo'ydi. Jüplangan bu lablar shu taqda bir jup cho'g'ni eslatdi. Bajoyiki bir-biriga tegish bilan kuchlik yelinjab ikki yurakni ko'ydirmoqda edi. Bir gavdiga aylanib, bir-birisiga singib ketayotgan ikki tan dunyoning ishlarini butunlay unutgan, uy egalarining tuyuqsiz kirib qolishidanmi ansiraydigandek qilmaydi. Balki mushu ko'rinishni butun omuqas ko'rganida faxrlanganidan oshiq mashhuqlik babida mashhur Farhod Shirin, Layli Majnun, Toyir Zuhralardek mangu o'lmaslik sharafiga erishishni tilaydi. Shundoq qilib, ular bir-biridan chala bo'g'izlangan qushdek kurming azob ichida tasda ayrildi. Xudoga omonat, meni taqozo qilmay tezroq berib kechikmay keling, dedi Rayhon va xo'shishish sovg'ati sifatida tatliq birini suyib qo'ydi. Ular chiqqanda Zaynabxon ona bilan Savur hech yerda ko'rinmaydi. To'xti Rayhonning orqasidan toki qarisi yetguncha qarab turdi. Faqat Savurning "To'xti!" deb chaqirgani quliqiga kirgandila o'yliga qaytib kirdi. Ammo shu tapda yurkini bir kim sug'urib ketayotgandek tuyg'uda ediki, Rayhonning kaynidan yugurib berib, ig'ir kunlarda mehribonlik ko'rsatib, hayotini qutqizib qolg'uchi bu farishtaning shafoatiga yedishlab rahmat aytqisi, yetimlikda tartgan butun dard alamlarini qoldirmay so'zlab berib, eng qadrli qalbini eng tushunadigan sohib jamol bilan qong'ucha mungdash bo'lib, xaruzorliq zulm kulfatda o'tgan hasratlik kunlarini to'liqlig'isi keladi. To'xti Rayhon bilan xo'shashganning atisi atiganda Savur bilan Fayzvatga yurib ketdi. Savur oila ishlarini inisi Abdurahmonga topildi. Biz uzoq qolmay qaytib kelamiz. Ish qo'g'lishib yiroqqa ketib qolma. Onam uyga qarasin. Bo'lmasa Rayhongul kelib qolsa topolmay qoladi. Bu 10 oy bo'lib havo sagigan chaqlar edi. To'xtilar piyoda yo'l besib, harg'anda daraxt soylarida aram oldi. Harduqi chiqqanda kecha kunduz demay minib, oxir Fayzvatga yetib keldida Chang Shansangning uyiga tushdi. Chang Shansangning uyi Fayzvat o'tang bozorining rasta ko'chasida bo'lib, qo'sh qanotliq g'o'yla ishkidan kirishigila ulab silingan 4 egizliq uy, ondan bir chetdagi otxona ko'zga tashlanadi. Darvozaning yenidla ishki ko'chaga qaraydigan go'ro'xonasi bor edi. Ikkilan g'o'ylaga kirishi bilan bo'yniga ushoq qo'ng'iroqlar esilgan bir jup pista qavab kelib, To'xtining putlarini yalab erkalashga boshladi. Savur To'xtining daldisiga o'tib oldi. İşlarining boshda qattiq qavab, keyin birdilla to'xtab qolganligini sezgan Changshansangning qizi yugurib chiqib, To'xtini ko'rib, kelgan peti belikiga esilib tovladi. "Baba, nikah suylayla." To'xti bu uyga kelganda Changhua texi 6 yoshda bo'lib, hozir bo'yi o'sib, ko'ksi ko'tarilib, ko'z tushkidek to'lgan edi. Biroq Chanxuamu ayni zamonning feodallik qoida yo'sinlaridan chetda qololmaydi. Shundaqdimi, dadasi Chang Shansang hukumishliq kishi bo'lg'achqa, millatning urf odatiga ancha amal qilib ketmaydi. Shunga qizining putlarini qiziq suvga chilangan mata bilan tengib, o'chkining shaqshiqidek holga keltirib, irg'anglab mangadigan qilib qo'ymagan edi. To'xti bilan Chanxua kichkidan bir uyda o'sgachga, qarindoshlardek bir-biriga mehribon va inoq ejil edi. To'xtimu Chanxuani o'z singlisidek yaqin ko'radi. Ularning bir joyda turgandagi holatini ko'rgan har qanday odam ajabmu amroq aka singillarkan demay qolmaydi. Changshansing o'g'li Changshu va boshqa oila a'zolari kayni-kayndan uydan chiqishib, To'xti va Savur bilan qizg'in ko'rishib, hol ahvol so'rgandan keyin uyga boshladi. To'xti ularning so'zlarini Savurga udulliq tarjim qilib berdi. Chanxua darhol yuz qo'l yuvish uchun
das, löngə, sopun, su təqlidi. Toxti bilan Savur yüz gözlərini yuyub olub, Şiraning ikki tarafiga qo'yilgan o'rindiqlardan o'rin oldi. Chanxua piyola va choy kelib qo'yib, bozorga samsiga chiqib ketdi. Ayyo, to'xti naga bording? Dedi Chang Shansing piyolalarga choy qo'ygach, seni surishtirmagan yer qolmadi. Oxir ilojsiz qilib biror yerdan xabarini kutib yurgan edim. Bugun bizni tangri ko'rishtirdi. Necha oylardan buyon nalarda yurding? Bu mening izdegan tuqqanim Savur bo'ladi. Tunishtirdi to'xti oldi bilan. Chang Shansing xushal kayfiyatda o'rnidan turib Savur bilan qayta ko'rishdi. Ondan to'xti choy ichgach payzvatdan qanqib chiqib, yakanga borgandan keyin ko'rgan kunlarini bir-birlab xanzucha so'zlashga boshladi. Chang Shansing turib tamadi deb yo'tisiga urib qo'yatdi. Chanxua bo'lsa qizlarga xos nozuklik bilan yosh kalkuniga potlisi qo'shilib eqib tushmaguncha surtmasdan gapni tinglab o'ltiratdi. Savur bo'lsa birda to'xtiga, birda Chanxuaga qaraydi. To'xtining nima da'vatqanligi uningga qorong'u edi. Lekin Chang Shansingning chiroy ifodasidan to'xtining sarguzashtlariga ichinayotganligi chiqib turadi. Chang Shansing oilasi bugun xushallikqa cho'mgan bo'lib, uy tamoqidan sirt bozordan har xil yemakliklar keltirilib, tamoq sharasi nozik ne'matlar bilan to'ldirib etildi. Oiladagilar ichida Chang Shansing hammasidan xush ko'rinadi. To'xti yo'qab ketgandan keyin ko'p izlab surishtirgan bo'lsa-mu, hech yerdan xabarini ololmadi. Yaqin yiroq bormagan yer qolmadi. To'xti noiti qoidalik, axloqliq yigit bo'lg'achqa hapsiga kirib qilishini xiyoliga keltirmadi. Chang Shansing to'xtining sarguzashtlarini anglab bo'lgandan keyin g'azablanib dedi: "Hozir zulm chekidan ishib, hukumat xalqning dushmaniga aylanib qoldi. Buni xoqon bilmaydi. Buningga o'ttira tuvan qatlamdagi amalparast, nafsoniyatchi yerlik amaldorlar sabab bo'lyotidi. Fuqarolarning yo o'lim, yo ko'rim deb palti ketmanlarini ko'tarib chiqishi qosh kirpik orliqida turyotidi. Ahvol mushundoq davomlashaversa, xalq taqat qilavermaydi. Biror chatoq chiqib qilishidan ansirayapman." Chang Shansingning vaziyat ustidagi bu qarashlari real asosga ega edi. To'xtining kelganlik xabari Payzvat bozoridagi tonish bilishlarining quliqiga tizla yetib, al og'inlari uchma-uch yo'qlab kelishdi. Uylariga taklif qilishdi. To'xti bilan Savur daxil bo'lgan so'rinlar qizib ketadi. To'xti yakanda ko'rgan kunlarini, dangza, hapsida chuqurlarning beshiga tushgan kulfatlarni, inson qalbidan chiqqan qiyin qistoqlar, beajal o'lganlarning fojialari va qora darvoza oldidagi nola faryodlarni ta'sirlik tusda so'zlab beradi. To'xtining ta'sirlik hikoyalari so'rindikilarga: "Ey xalq, yana g'aflat uyqusini uxlaveramsan. Tizdan qo'zg'olib dushmanlaringni yo'qotmasang, ular seni yo'qotadi. Endi navbat sana keldi" deb chaqiriq qilayotgandek to'ylatdi. Hozir demisimi, To'xti ilgirki hech kim nazarga ilib ketmaydigan go'ro'xonadagi chakar To'xti emas, balki tamkin, ko'pni ko'rgan, bilimlik yo'lboshchiga qo'liga shamshar ilib zolimlarni qirib tashlab, ojiz fuqarolarni qutqizadigan qaysar sarkardiga o'xshaydi. Chunki uning hurmat inovati birdilla eshib, shundoqla qo'l shiltaydigan bo'lsa, hamma odam uningga agishadiganlikla qiladi. To'xti Payzvatga kelib bir haftadan keyin Chang Shansing bilan xoli qolgan bir atigini maslahat soldi. "Atishda zo'rur bir ishim bor edi. Shu yerga berib kelsam dedim. Kichikimdan atadorchiligingiz sayesinde cho'ng bo'ldim. Endi urug' tuqqanlarim bilan tepishdim. Sizni mo tashlamay yo'qlab turaman. Cho'ng bo'lib qolganda bir uyda turavergilimi bo'lmas. Shunga ijozat bergan bo'lsangiz." "Bo'lsa-g'u, ketmasang ota boladek o'taveradiq. Sening so'zlaringmi yo'lliq. Darvaqa, o'z yo'lingni topqudak bo'lganda yana tutib olsam bo'lmas. Barg'in balam, biroq ehtiyotchan bo'lg'in. Aytqina, baya naga borman deding? Atishga borman. Ondan keyin yakanda turman. Bo'pti, at yo'lga chiqinglar."
ikkinchi kuni atiganda g'izolanib bo'lgandan keyin to'xti bilan savur mingishqa tamshilib o'ylada hammaylar bilan xo'shlashishga taraddudlanayotganda changshansing qaniyliqi deb changxuaga qaragan edi. Qiz yugurib uyga kirib ketib bir hamyanni ko'tarib chiqib dadasiga berdi. To'xti bilan savur ikkalan taajjublanib turganda changshansing hamyanni to'xtiga tutqizib dedi: uzoq yil ishlading, haqqini qancha qilsammo tugatib bo'lolmayman. Az bo'lsa-mo buni ilib ol, beshingga kun tushganda lozim bo'lar. Ular mangmoqchi bo'layotganda Chanxua to'xtanglar deb yana uyga kirib ketib, kichik bir bo'xchini ko'tarib chiqdi. Bu sizning kiyimlaringiz, yuvib qatlab qo'ygan edim. Ammo kiyimlarning orasida qiz o'z qo'li bilan to'xtiga atab tikkan chamiga Chanxua degan ikki xat kashlangan latxayning borligini boshqalar bilmaydi. 8-bob tugidi.